Meni sizlarga juda ham yomon xabarim bor. Sababi har yili bir bo'ladigan zombilar hujumi bo'ladi bizning qishlog'imizga. Biz o'zimiz qishlog'imizni qutqarib qola olamizmi, yo'qmi? Buni video davomida bilib olasizlar. Endi qanday qilib bo'lsa ham qutqarib qolishimiz kerak. Hozir hamma jitellarga hamda merga ogohlantiraman. Zombilar hujumi to'satdan bo'lib qoldi. Bolalar, hozir hamma sizlarga aytib chiqaman. Jitellar. Ha, to'g'ri. Qarorchi bugun qishlog'imizga zombilar hujum qilar ekan. Bugunmi, qachon bilmadim. Yo'q, tabicha. Jinni zombi hujum qiladi deyapman qishloqqa. Bor. Voy. Turib qol. Merga xizmat beraylik. Mer, qaydasiz? Toq. Mer, kirsam maylimi? Ha, kiraver, nova. Mer, yaxshimisiz qayga? Mer, to'xtang, sizga gapim bor. Mer. To'xtang. Yetimi qo'ydimi? What the? Mer, yugurasiz. Namuncha yugurdingiz? Sen bilan qo'llashmacha o'ynagim keldi. Ha, men siz bilan seriozniy temada gaplashgani keldim. Karotchi, qayga yana shoshmang. Karotchi, bugunmi qachon bilmadim, qishlog'imizga zombilar hujum qilar ekan. Yo, qochaman, men qochib olaman. Men ham eshitmaydimda odamlar gapirsa. Mana keyin bu odam emas, o'zi. Karotchi, o'shanga nima qilaylik? Tayyorgarlik qilaylikmi? Ha, qil, qo'lingdan kelgan ishni qil, lekin qishlog'imizni saqlab qol. Bora meni sendan nova. Endi qanaqa ishga kirishib ketdi. Obunachilar, biz qanday qilib bo'lsa ham o'zimizning qishlog'imizni saqlab qolishimiz kerak. Videoning ikkinchi qismini xohlasangizlar, Karotchi bizning kanalimga nechta hozir obunachimiz 860 bitta obunachi bor. 860 bittacha obunachimiz bor. Ashini 870 taqsanglar ikkinchi qismi chiqadi. Bolalar, ikkinchi qismi ham chiqadi albatta. Faqat sizlarning podishkalar kerak bo'ladi. Lekin bolalar, ikkinchi qismida biz yaxshilab tayyorgarlik qilib, u iflos zombilarni birma-bir qirib tashlaymiz. Videomiz o'z nihoyasiga yetdi.